Siz halol mehnat deysiz, men esa buni zamonaviy qullik deb atayman. Mana bu Yaponiyaning 1400 yen Yaponiyanasi. Bu oddiy pul emas, bu mening Yaponiyadagi 1 soatlik umrimning narxi. 1 soat ishlasam, shuncha pul berishadi. Men umrimni Rossiyada ham sotib ko'rganman. Bu yerda o'zbeklarni odam o'rnida ko'rmaydigan natsist millatchilarga 300 rubl evaziga 1 soatlik umrimni sotardim. Ana endi eng kulminatsion qismiga o'tamiz. O'zbekistonda esa 2,5 million so'm evaziga 1 oy, ya'ni kuniga 100 ming atrofida. Soatiga esa 12.500 so'm evaziga 1 soatlik umrimni sotardim. 60 daqiqa, bir xil umr, lekin turlicha qiymat. Hozir to'g'ri, yaxshi joydaman. Yomon bo'lmagan maoshga ishlayapman, lekin mazmun hamon o'zgarmadi. O'sha. Sizchi, qayerda, qanchaga umringizni sotyapsiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Izohlarda bu juda muhim men uchun.